Dog'istonda mening bir kunim 3-qismini olishga qaror qildim va demak boshladik. Har kuni ertaman turib, sekin aylangani chiqaman. Juda go'zal manzaralardan va toza havodan nafas olaman. Bu insonga juda kuchli ruhiy tarbiya, ruhiy xotirjamlik beradi. Yurib shunday go'zal, chiroyli manzaraga duch kelib qoldim. Sizlarga ham ulashay dedim. Buni video bilan tavsiflab bera olmayman. Buni kelib ko'rish kerak. Juda zo'r joylar. Ko'z bilan ko'rish kerak. Bu telefon olib bera olmaydi bu manzarani. Juda go'zal manzaralar. Undan keyin ikkinchi boshqa yoqqa bordim. Mana bu yerga. Boshqa bir parnik. O'rtada katta yo'l o'tgan. Orqasida katta adirlik bor. Juda chiroyli joylar. Birinchi marta kelishim. Va mana bu yer esa sigirlar makoni. Mollar maza qilib o'tlayapti. Odamni ham yegisi kelib ketadi o'tlarni ko'rib. Aytyapman-ku, ko'z bilan ko'rish kerak buni. Video unchalik olib bera olmaydi. Kunora mana shunday bodringlar chiqib turadi. O'rtacha chiqqan bodring. Bodring ko'rsam ko'nglim aynib ketyapti. Har kuni teraversa ham odam zeriktirib boradi. Mana bu esa muyi. Aqlli mushuk. Terib bo'lingan bodringlar, ya'ni palakdan terib chiqilgan bodringlar mana bunday korobkalarga solinadi. Buning uchun korobkani tayyorlab olish kerak. Tayyorlab olish jarayoni. Eng yomoni korobkaga joylash. Sal paketga solib sotib yuborsa ham bo'ladi, lekin arzonroqqa ketadi. Mana bunday korobkalarga bo'lsa, yashiklarda bo'lsa qimmatroq ketadi. Bodringlarni mo'ylovini olib chiqayotganda ajib go'zallikka duch kelib qoldim. Go'zallik desa ham xato bo'ladi. Parnikni tepasi, xullas kalom. Va mana bu pastida hayot qaynaydi. Bodring degani ham shunchalik shig'illab soladimi? Bodringlar qanday suvlanadi desa, mana bunday quduqlar bor. Betondan qilingan quduqlar, o'shalarning ichiga suv olib kelinib, o'sha suv orqali suvlanadi. Ya'niki mashinada olib kelinadi 15 ton, 18 ton suv. Endi esa mo'yini azoblaymiz. Mo'yi. Nima deyapsan? Deyapsanmi? Mo'yi. Uxlama dedim. Uxlama ve badringni suv yotib olding. Tur badringni. Mo'yi. Senga deyapman, nima yotibsan? Tur o'rningdan, bor, boshqa yerda yot. Bor, boshqa yerda yot, bor. Bor. Boshqa yerda yot, bor. Tur. Bor, boshqa yerda yot dedim. Uyalmaysanmi? Qara, badringda yotibsan. Tur, bor. Mo'yi. Bor, hayda. Bor. Tur. Mushukdan keyin Novasni qo'rqitmoqchi edim, o'zim qo'rqib ketdim. Ashana.
Yengilgina Kaspiy dengizidan rohat oling. Juda ajoyib. Shunday qilib yana aylanishga chiqdik ertalab. Mana bunday ustunlar bor, burilishlarga qoqib qo'ygan. Jarlikka mashinalar tushib ketmasligi uchun. Erta tongda soat 6 da quyosh nuri ham porlab yotibdi. Kaspiy dengizi ham juda chiroyli. Endi biz Uzumzor tarafga qarab ketamiz. Bu yerda uzumlar juda ko'p. Lekin boshqa narsani deyarli ekkanini ko'rmadim. To'g'ri, karam ekiladi. Yuqorida adirlarda parniklar bor, issiqxonalar. Lekin pastroqda uzumlar ham yetishtirilar ekan. Endi esa mana bu tipratikonga qaraymiz. Aylanayotganida chiqib qoldi. Tirikmi, o'likmi, Xudo biladi. Dog'istonda mening bir kunim 3-qismini ham yakunlaymiz. Keyingi Xudo xolasa yangi joylarga boraman, tashrif buyuraman va o'zim hayotim haqida va ishlayotgan joyim haqida to'liqroq video olishga harakat qilaman. Ko'rishguncha sog' bo'ling. Ko'rishguncha.